Assalomu alaykum barchaga. Xabaringlar bor. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda juda keng tarqaldi. Ya'ni bizni Yunusobod tumani ichki ishlar bo'limiga olib kirib ketgani bo'yicha. Bizdan xavotir olganlarga barchasiga rahmat. Hozirda biz chiqdik. Bir soat oldindan chiqdik. Va bizga u yerda va'da berildi. Bizga kuch ishlatganlarga nisbatan choralar ko'rilishi to'g'risida. Voqealar to'g'risida hali sizlarga havola qilib boramiz. Bizdan xavotir olganlarga alohida rahmat va bizni oldimizga kelganlarga ham. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turuvchilar va biz uchun qayg'urganlar hammanglarga kattadan katta rahmat. Mana bugun bizni shu holat yuzasidan Ichki ishlar binosiga olib kirib ketishdi Yunusobodga. Holatga o'sha aloqador bo'lgan ichki ishlar xodimlariga chora ko'ramiz deb aytishdi. Agar chora ko'riladigan bo'lsa, bu narsa hammaga oshkora bo'ladi. Bu narsani efirlarga uzatamiz. Barcha o'sha bizni qo'llab-quvvatlab turgan jurnalistlar, blogerlarga hammasiga rahmat aytamiz. Holatni to'laqonli chora ko'rilgandan keyin yoritib ommaga beramiz. Bizani o'sha kuzatadigan, bizga qayg'urgan, bizani o'ylagan, hamma podдержка bergan, qo'llab-quvvatlab turganlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Biz faoliyatimizni davom ettiramiz. Bu bo'yicha bemalol bizga murojaat va takliflar bo'lsa, bemalol chiqamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz faoliyatimizni davom ettiramiz.